Karmana tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Navoiylik ijodkor Maqsuda Karimovaning Hayot hayratlari nomli she'riy to'plamiga bibliografik sharh. Asar 2025-yil Muharrir nashriyoti tomonidan nashr etilgan bo'lib, 96 betdan iborat. Yaxshi so'z, she'r, jon ozig'i, ma'naviyatga ehtiyojmand inson kitobga murojaat qilib, undan istaganini topish qanday yaxshi. Maqsuda Karimovaning she'rlari oddiyligi, tabiiyligi va samimiyligi bilan o'quvchini rom etadi. Muallifning incha fikrlariga, hayot hayratlarini kamalakmonat ranglar bilan tasvirlashiga guvoh bo'lasiz. Shoira bir she'rida kamtarlik, ammo baland shavq bilan eng yaxshi she'rimni qachon yozaman deydi. Aslida esa kitobda yaxshi ijod namunalari juda ko'p. Shu ma'noda Maqsuda Karimovani ham, she'riyat ahllarini ham ko'ngil rishtalarini nozik chertayotgan yana bir adabiy to'plam bilan tabrik etamiz. Kitob keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan.